12 ta viloyat bo'lsa, 12 ta viloyatdan ham juda ko'p kishi yozadi. Husningiz joyida, qomatingiz joyida, muomalangiz yaxshi, normali. Bir erkakda baxtli qiladigan ayolsiz dedi. Nimaga turishga chiqmaysiz? Turishga chiqsangiz nima qiladi? Sizda ham baxtli bo'lishga haqqingiz bor dedi-da. Qachongacha shu holda yurasiz? deb gapiradi. Endi sizlarga bitta atvetda, sizlarning savollaringga atvetim. Meni turmushim yaxshi bo'lmay, erim menga do'stlik qilmay, ko'zim ochirmasdan, qarachi ko'nglim qolib ketib bo'lganda erkaklardan erkak zotiga ishonchim yo'q. Birinchidan bu fakt. Ikkinchisi, shu massaj sohasida ishlab yuraverib, bir erkak qayerdanligini aytmayman. Bir erkak boshimda ortib berdi. Marjon, sizni anchadan beri kuzataman, yaxshi ko'rib qo'yganman, sizga uylanmoqchiman. Nima demoqchisiz? Agar uylanganimdan keyin shu massajdan chiqib ketasizmi? Uyimda juft halolim bo'lasizmi? Sizga uylanish niyatim bor dedi. Keyin meni bir ikkita problemalarim bor edi. Kuting meni dedim, kutmadi. Menga de uylanishim kerak dedi. Qiynalib ketdim, xotinsizlik dedim. Keyin bir yaxshi uyim joyim dedigan turmush bilan ajrashgan bir yaqin dugonam bor edi, tanishim bor edi. O'shani gaplashib berdim. Aka dedim, sizdan so'rashni uylanaman deyapsiz ekan, men kutolmayapsiz ekan dedim. Bo'pti dedim, bo'lazingga o'g'na kerak ekan dedim. O'sha dugonam bilan baxtli bo'lib dedim, butun umr baxtli bo'lsangiz ham roziman dedim. Mayli men dedim, shunchalik meni dedim hurmat qilib dedim, meni videolarimni kuzatgan ekansiz dedim. Shu dugonam bilan gaplashing dedim, qayta dedim, mendan ham rosa zo'r yaxshi qiz dedim. O'sha bilan gaplashtirdim, ikkalasi gaplashib yurdi. Keyin gaplashib yurgandan keyin qarachi katta to'y emas, kichkina to'y qilib, tug'ilgan kunday qilib, uni bu yerdan qarachi o'zini uydagilar emas, bilmam nima ishlar uncha xabarim yo'q. Uydagilari bir 3 kishi, 4 kishi bo'lib keldi-da, kichkina to'ychaday qilib, bu yerdan Termizga olib chiqib ketdi. O'zlari Samarqandda turar ekan, Toshkentda dachada ishlar ekan ular. Buni ham olib borgan Toshkentda dachada ikkalasi birga ishlab yurgan. Mana 5 oy yashadi-da ikkalasi. Keyin har kunda dugon, rahmat, menga shunday baxtni berding, umringdan baraka top, senga men erimday dedi, er nasib qilsin, juft halollik nasib qilsin senga deb yurdim. Mayli deb yurdim. Baxtingga ko'z tegmasin dedim, baxtli bo'l iloyim dedim. Mayli dedim, sendan qaytma, mendan qaytmasa xudodan qaytsin dedim. Mayli, baxtli bo'laylik qo'laring dedim. Dugonamga qarang dedim, ko'ngliga qarang dedim. Sizga shunday qiz dedim, nima qilib berdim dedim. Xo'layam dedim, avvalo dedim, ikkitadan yosh dedim, bir qilish dedim, peshona taqdirlangan ekan dedim. Mayli, baxtli bo'laylik deb qo'ydim. Kim bir ikki marta Marjon dedi, seni dedi erimdek kuzatyapti ekan dedi. Seni de ko'pincha dedi kuzatadi dedi. Men de sen to'g'risini rashk qilyapman dedi. Nima sen rashk qilasan, oldindan kuzatgan ekan bo'lsa, oldinda dedi, men Instagramdan chornalab tayla meni ko'rmasin endi bo'lmasam dedim. Bari endi dedim, u uylangan erkak senga dedim, sen endi juft halo ering endi deb u bilan yashab yur dedim. Kim bir kun telefon qilyapti, Marjon, hammasi yolg'on ekan. Buni xotini bor ekan, xotini Turkiyada ekan deyapti. Turkiyada ishlab yurgan ekan necha yildan beri. Samarqanddagi uyi ham kredit ekan deyapti. Xotini kreditga olgan ekan uyini deyapti, Turkiyaga borib deyapti, ikkalasi ishlab deyapti. Uyda deyapti, kreditini deyapti, xotin to'lar ekan. Bu ko'tin tayyorlanib yurgan Kobulda ham kredit ekan. Xotini uyda de kreditini to'lar ekan, erim mashinada kreditini to'lar ekan. Bu o'rada shunday zerikkandan uylanib olgan ekan. Tushunsiz-da menga gapiryapti. Keyin balki dedim, seni dedim, sinadiganda qayerdan bilasan dedim. Yo'q dedi, men dedi xotini bilan dedi WhatsAppdagi gaplashgan dedi, gaplarni eshitib qoldim dedi. Keyin nima WhatsApp ishlabmayman anchadan beri. Keyin bo'pti dedim, bo'lmasa dedim, ikkalasining gapini dedim, ering bironcha ketgan paytida dedim, sekin menga eshittirchi, men eshitaychi dedim. Yana dedim, bunday bo'lganda men maqsadga xabarim yo'q edi dedim. Uzr dedim, agar men senga hayotingni barbod qilib qo'yganmisan dedim, dugon dedim. Men bunchalik bo'lib ketadi o'ylagandim dedim. Men 7 tushkunga ham kirgani yo'q bu narsa dedim. Yo'q, sen ham bilmagansan dugon dedim, dedim dedi. Endi nima qilaman dedi, bilmasam dugon dedim. Gap qisqasi shunaqa qilib qachondan beri kuzatib yurgan, uylanaman deb yurdi. Men keyin meni kutolmayman, men uylanishim kerak, bolalarimga ona kerak deganiga dugonamni pregat qildim. Dugonamga uylaning mayli, baxtli bo'linglar dedim. U dedim, ko'cha ko'rmagan normal ayol dedim. Turmushimdan ajrashdim, o'sha bilan baxtli bo'ling dedim. Bir dedim,
sizdan rahmat dedim, shunchadan yordam berib dedim, shu qizga uylanmadi bitasiz ekan, mayli men o'rniga shu dugonam baxtli qiling dedim. Uni baxtli qilsangiz xuddi men baxtli qilganda bo'lasiz dedim. Men ham o'z tengim chiqib keladi vasob kelgandan keyin dedim. Keyin qarshi ikkalasi turmush qurdi, yashadi, 5 oy yashadida, 5 oy. 5 oydan keyin Turkiyadagi xotini chiqib keldi, uni kreditini, uyini kreditini to'lagan, u xotini Turkiyaga ishlagani ketgan. Uni erini, shu dugonamning erini krediti bo'lgan, mashina to'lash kerak bo'lgan. Bu orada yashab yurish niyati bo'lganda. Endi bitta savol qiynayapti. Agar u menga uylanganga shu narsani qilarmidi? Nima debdi? Nimaga bunday qildingiz? Sen men hayotimizga barvotmi, uyimmi, tudinsidan desa, men Marjonga ko'nglim ketgan edi. Marjon bilan yashash niyatim bor edi. 1-2 oy yashab, lekin men xotin bilan yashamasdim. Xotin bilan bir ajrashardim. Lekin Marjon yoqardi menga deb gapiribdi. Endi shunday qizni hayotini o'yinchoq qilgandan keyin meni masajchiligim bilib o'tiribdi. Nechta erkaklarda masaj qilishimni bilib o'tiribdi. Meni hayotimni o'yinchoq qilmaydimi? Sizlarga savol. Meni bu videomda kim ko'radigan bo'lsa, kommentariyga yozib yuboringlar. O'sha uchun ham men erkak zotiga ishonmayman. Ular o'zini uyiga o'tirgan farishtadek xotinlariga xiyonat qilib, ko'chaga chiqqandan keyin tungi kaplaylarga 1 kunlik, 2 kunlik yo 1 soatlik masaj olib ketaman deb doston yolg'on gapiradi-da. Ishi bitganicha, liboy erkak ishi bitganicha. Men bu narsalarni ham ko'rganimdan keyin qanday qilaman erkak zotiga ishonaman. To'g'ri, 5 qo'l barobar emas. Lekin bu narsalardan keyin ishonchim qolmadi. Ana shunaqa gap. O'sha uchun ham ishonchimni yo'qotib qo'yganman. Bitta savol qiynaydi-da meni. Rossiya ham ko'p kishi meni kommentariyamga yozadi. Marjon, normani ayolsiz, oilani terbatadigan ayolsiz. Turmushga chiqsangiz, bir erkakni baxtli qilsangiz nima bo'ladi deb juda